Qarshingizga chiqdimi? Demak, bu ochirim siz uchun bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy rasklad WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Yer gap men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak, aqlingizdagi inson bilan hozirda siz pauzadasiz. Ya'ni отношениyangiz yo'q, gaplashmayapsizlar. Yokida aqlingizdagi insoningiz boshqa shaharda, yokida boshqa viloyatda, yokida uzoqdasizlar. O'rtangizda masofa bor. Bu bir. Ikkinchidan, nimagadir sizda finans tarafingiz juda ham past chiqyapti. Finans past deganim finansda qiynalyapsiz demayapman. Finansingiz past, ya'ni stabilni pul topasiz, lekin barakasi yo'q. Shunaqada. Tak, aqlingizdagi insoningiz yokida uni hayotida boshqasi bor, yokida uchinchi shaxslar bor aqlingizdagi insoningiz hayotida. Yokida shunga o'xshash bir xiyonatmi-da, yokida shunga o'xshash bir действияmi bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar parachka bo'lsangiz, yigitingiz boshqa ayollar, qizlar bilan ham gaplashadi. Agar xotin bo'layotgan bo'lsangiz, eringizda ikkinchi xotin bor. Agarda siz o'sha birinchi ayoli bo'lsangiz, ikkinchi ayoli bor yoki ikkinchi ayol ko'rayotgan bo'lsa, meni o'sha sizdan boshqa ayol bilan ham gaplashyapti. Xullas, qisqa qilib aytganda xiyonat bor. Shunaqa pozitsiya tushyapti va sizni farzandlaringiz bor tushyapti. Tak, ikkita farzandingiz bor. Fizически emas, moralni nimagadir tupikdasiz. Nima qilishni bilmayapsiz qanaqadir. O'zingiz bilmagan holatda maslahat so'rayapsiz o'zingizni dushmaningizdan. Lekin siz bilmayapsiz. Lekin siz qachon va kimdan maslahat so'radingiz? Ana o'sha insoningiz dushmaningiz chiqyapti. Ehtiyot bo'lamiz, qizlar, ayollar. Hammaga dardimizni, sirimizni aytmaymiz. Vot, dushman chiqyapti. Lekin bilasizmi, yaqin kunlarda siz shunaqangi bir tush ko'rasiz. Tushingizda o'sha aqlingizdagi insoningiz sizni tark etayotgani, yokida shunga o'xshash, yokida siz nabarot, yokida siz tark etayotganingiz. Qanaqadir tushingizda, qisqa qilib aytaman, tushingizda bir tush ko'rasiz-da, ana o'sha tushingiz o'ngingizda